bittagina dori bemorni o'limiga sababchi bo'lishi mumkin edi. Kecha qabulimga kelgan bir bemor dori qabul qilgandan so'ng og'ir turdagi allergik reaksiyalar berib, holati yomonlashib, shoshilinch tez tibbiy yordamga borib, holati yaxshilangan, ya'ni birinchi yordam ko'rsatilgan vaqtida. Keyinchalik bemor ya'ni Bolnon dorisini iste'mol qilganda bo'lgan, bezovta bo'lgan, allergiya bergan Bolnon tabletkasi va bemor shuni esdan chiqarib qo'ygan. Bolnonli tarkibini va Bolnonga o'xshagan dorilarni qabul qilmaslik kerak bo'lgan. Lekin bemor ikkinchi marotaba, ya'ni Fanigan tabletkasini iste'mol qilgan, ya'ni Bolnon emas, bu Fanigan. Ya'ni boshqa dori deb o'ylaganda, Faniganda ham iste'mol qilganda bemorda og'ir turdagi yana allergik reaksiya bergan. Shunda ham zudlik bilan shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatilgan, bemorda hayoti saqlab qolingan. Undan so'ng bemorda yana keyinchalik og'riq bo'lgan. Og'riq bo'lgandan keyin og'riqlarni qoldirish maqsadida diklofenak sevechasidan foydalangan. Diklofenak sevechasida ham xuddi shunday og'ir reaksiya bergan. Undan keyin 4-marotaba esa Kupen dorisini iste'mol qilgan, yana og'riq bo'lganda. Xuddi shunday yana Kupenda yana og'ir turdagi allergik reaksiya bilan og'rigan. Yana shoshilinchga borgan, hayot saqlab qolingan, zudlik bilan ko'rsatilgan tez tibbiy yordam hisobiga. Bemor qilgan xatosi Bolnon, Fanigan, Kupen, diklofenak sevecha. Bularda har birida, hammasida diklofenak bor, ya'ni tarkibi diklofenak. Bir-biriga o'xshash dori, faqat savdo nomi boshqa. Sizda ham doriga nisbatan allergiya bo'ladigan bo'lsa, dorini nomini, keyin tarkibini har doim eslab qoling. Tarkibi bir xil bo'lgan dorilarni ham olmang. Bo'lmasam, nomi boshqa-yu deb iste'mol qilib qo'ysangiz, tarkibi bir xil bo'ladigan bo'lsa, og'ir turdagi allergik reaksiyalar sizni o'limingizga sababchi bo'lishi mumkin.